Ana shunda opamiz 7 yil chakda yotib, Allohning inoyati bilan chakdan sog' salomat eson-omon chiqib olib, mamlakatni vayron qilib, Adavkani Qoyaqobat kaliga olib berib, o'zi tavkani olib, oldiga 90 to'g'ri tuyani solib, 3 kecha 3 kunduz yo'l tortib, Oqsuv daryoning ustidan kelib qoldi. Shunday qarasa Oqsuv daryo hayqirib og'ayapti. Qarasa daryodan o'tolmaganday. Ana shunda oyog'ini uzantirib muridni bir-iki buroq Oqsuv daryoga qarab, "Voy, Jo'rber Oqsuvning daryosi, 7 yildan beri men erimda bo'lmadim. Nasib bo'lsa, bugun yo'l oldim. 7 yildan beri otamni, enamni, yorimni, singlimni, erimni, o'limni, xirg'ishtimni, jerpushtimni ko'rmadim. Bugun nasib bo'lsa yo'l oldim" deb Oqsuv daryodan o'tganini o'zim so'rab turib, "Ay, ay." Nana